Muammo shu, bir vaqtning o'zida ikkita dunyoda yashayapmiz va bu bizning ikkita dunyomiz bir-biri bilan deyarli gaplashmaydi. Umuman gaplashmaydi demaylik, deyarli gaplashmaydi. Misol o'laroq, bitta to'yga boramiz. To'yga boryapsiz, imom arab tilida nikoh o'qiyapti. Birozdan keyin o'sha nimada bilmadim, estradani bir yulduzi, pop yulduz raqsga tushib qo'shiq aytyapti. Kelgan mehmonlar qanaqadir inglizcha hashtaglar bilan qo'yib Instagramga rasmlarni joylayapti. Bilmadim, dasturxonda o'zbekcha palov, uni yonida spirtli ichimliklar va oxirida ko'p kuzatganmiz qo'llar duoga ham ochiladi. G'alatilik sezilyaptimi? Mana shu Shayaganning nuqtai, mana shu bir tezisdir. Bu o'sha yaralangan, Shayagan aytayotgan yaralangan ongning sahnadagi ko'rinishidir.